11 bab. Dastlabda yer yuzida birla til bor edi. İnsanlar faqat bu tildila so'zlashatdi. Ular sharq taraf ko'chayotganida Babilondagi bir tuzanlikka kelib o'rinlashdi. Ular o'zaro xish quyib, o'tda pishirayli deb maslahatlashdi. Buning bilan ular qurilishda toshning o'rniga xish, loyning o'rniga qormay ishlatadigan bo'ldi. Ondan ular bir shahar bino qilayli. Shaharda osmonga taqoshqidek bir munora yasab, o'z nomimizni chiqarib, taraf-tarafga tarqib ketishimizdan saqlanayli deyishdi. Parvardigor insonlarning bino qilayotgan shahar va munorni ko'gili tushdi. Parvardigor ular birlashib, bir qavm bo'lib, bir tilda so'zlashdi ekan. Bu faqatla ular qilmoqchi bo'lgan ishning boshlanishi. Buningdan keyin ular nima qilishni xohlasa, shuni qila oladi. Biz tushib, ularning tilini qalayimqonlashtirib yetib, ularni bir-birining maqsadini uqamaydigan qilib qo'yayli, dedi. Buning bilan Parvardigor ularni butun dunyoga taqdim etdi. Ular shahar bino qilish qurilishini to'xtatdi. Şuna bu şəhərinin nomi Babil deb ataldı. Çünki Pərverdigar bu yerdə insanların tillerini qalayimqanlaşdırıb yetib, ularni dünyanın hər qaysı joylarına taqdim etgan idi. Samның avlodlari tövəndikicha. To'pon o'tib, 2-yili Sam 100 yoshida Arpaqshatni topdi. Keyin u yana 500 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Arpaqshat 35 yoshida Shalahni topdi. Keyin u yana 403 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Shalah 30 yoshida Aberni topdi. Keyin u yana 403 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Aber 34 yoshida Falakni topdi. Keyin u yana 430 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Falak 30 yoshida Rag'uni topdi. Keyin u yana 209 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Rag'u 32 yoshida Seruhni topdi. Keyin u yana 207 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Seruh 30 yoshida Nahorni topdi. Keyin u yana 200 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Nahor 29 yoshida Terahni topdi. Keyin u yana 119 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Terah 70 yil ömür ko'rib, İbrahim, Nahor va Harallarni topdi. Terahning avlodlari tuvandikicha. Terah, İbrahim, Nahor va Harallarni topdi. Haran bo'lsa Lutni topdi. Haran Kaldonlarning zimini bo'lgan o'z juti Ur shahrida otsi Terahdan burun olamdan o'tdi. İbrahim Sarahga uylendi. Nahor bo'lsa Haranning qizi Milkaga uylendi. Haranning yana İskoh degan balsimi bor edi. Sarah tug'mas bo'lg'ashqa farzand ko'mgan edi. Terah o'g'li İbrahimni, nevrisi Lutni va kelini, ya'ni İbrahimning ayoli Sarahni elib, Kaldonlarning zimini bo'lgan Ur shahridan ayrilib, Qanon degan rayonga ketmoqchi edi. Biroq ular Haran degan shaharga kelganda, shu yerda o'ltiraqlashib qoldi. Terah 205 yil ömür ko'rib, Haranda olamdan o'tdi.